oldingiz? Men просто tak o'tirmadim Mirzabek. Men duxumga o'tirdim Mirzabek. Chochib tashlaydi mana Mirzabek. Bolalarim qabul qilmaydi-ku meni. O'ldirib qo'yadi-ku. Bo'lmaydi menga. Вообще уровень не то lekin. Mirzabek tushunmadingiz, menga bir milliy, bir ko'z qosh kelishgan, kulib turadigan, "Ovlabey" deydigan bir ayollardan yo'qmi o'zimiz o'zbek xotinlardan Mirzabek? Shunaqa robot o'ylash topmadingizmi? Bor, shunaqasi bor, faqat dasturi hali oxirigacha bitgan emasdi. Chaqiravering nima? Men bir amallab o'zim to'g'rilab olaveraman. Vallomatxon degani bor. Mana hozir chaqiramiz. Vallomat? Qara. Zo'r ekan Mirzabek, menga yoqdi mana. Yoqdimi? Zo'r. Yaxshi sensorli ekan bu. Zo'r. Mirzabek mana milliy raqs o'zida boplayapti Mirzabek. Voy, hali siz buni doira raqsiga tushganini ko'rmabsiz. Yo'q-a? Zo'r. Bitta qo'yinchi doira raqsini. Doira raqsi. Mama papa nini sa sa ni da pa ma ga re pa pa mama pa ma da ni da pa ma ga re ga za re ma pa mama pa ma sa ni da pa ma ga re ga za ni sa re ma ga re ma pa ni da pa ma pa ni sa re ma ga re sa ni da pa ma ga re pa mama pa ma pa da ni da pa ma ga re ga za re ma pa mama pa ma pa sa ni da pa ma ga re ga Tepishini hisobga olmasa zo'r ekan. Aytdimi hali zo'r. Yo, yaxshi. Dasturi hali oxirigacha emas. Nimasi bor Mirzabek? Menga berib turing. Hammasi shuni ichidami? Bo'l, nimalar qo'lidan kelarki? Voy, titib qoldi. Hozir sensor ekan bu. Bo'l. Yaxshi. Nimalar bor ekan? Qani? O'zbek milliy kinolari. Shumbolani bir ko'ringlar, qani? Qani bitta shundan olamasa. Mahallada eshitdim. Bayti g'azalga ustaymisizlar. Boshla. Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman yor qotilmoqni manzil uzoq yetolmayman yor Chakkimassan yigitcha. Barakalla. Berilib ketarkan-a bu? Ya bo'lmadi shu bola kinosi. Boshqasiga olamiz. Zaryadni ko'proq berib yuborganmiz shekilli. Boshqa kinoga ko'ramiz, boshqa kino. O'tgan kunlar, mana, o'tgan kunlar romantika. Siz o'shami? Men o'sha. Ko'zlarimga ishonmayman. Men ham. Siz qochqoqsiz. Siz. Men? Siz qo'rqoqsiz. Ajab qilaman. Buyoqqa. Boqaq. Sol. Oshxonaga sol. Voy. Bo'ldi. Bu tutib qolar-kan bu. Yengildimi hali dasturlarini joylashtirib bo'lmagan edik. Mirzabek, naqaman u asl holatiga qaytaring endi buni. Asl holatiga boshida chiquvdi-yu, shunaqa qilib qo'ying. Hozir shoshmay turingman, asl holatini. Xudo. Chochilib berar ekan, ey. Asl holatimi? Mana. Shunchalik ham bo'ladimi, tavba. Hop, asl holati zo'r ekan. Naraq turing, kishi. Tavba qilibman, ey. Voy. Qo'rqoq ekansa yotib olishingizni qarang. Endi o'zingiz
teptashadingiz. O vallahi. Tepaman-da. Qo'rqoq bo'lgansiga tepaman-da. Yaqinlashmang menga. Lekin O'zim boraman. lekin daryoga borib sug'ormaydiganlar ekansiz lekin. Siz ho'kizmisiz suv ichasiz daryoda. Men o'zim choyingizda qo'yib beraman. Unaqa kulavermang, hozir o'faolaman. Tavba, o'pib bo'psiz. Men onasi o'pmagan qizman. Voy rost, meni tug'masdan tug'izgandan keyin onam o'lib qolgan. Shunaqa-da, meni jalda berga berishgan edi oldin. Sportsmenni berga berishgan deb plos sportsmen ekan. Voy ichvata meni uradi, o'rmayli plos. Odam alam qilar ekan, yeringizni ursa, g'alati, kechqurun bilan uxlatmaydi. Men sizni baxtli qilaman Voy lekin. baxtli qilasiz, kechqurun bilan uxlatmagani sigaret chekib chiqadi, uni ustiga yo'taladi. Yo'talsang yo'talver, menga yo'talmayli plos. Meros sigaret cheksa chekaversin, lekin qulog'ingni pipinisa qilsa alam qilar ekan. Voy g'alati. Nuqul sigaret chekib kulini qulog'imga to'kadi. Voy ana Quloq pipilisi bo'lganmi? anaqa bo'lgan. O'zi nima gapligini siz tushunmayapsiz. Voy ana o'kinizning og'zini ochib uxlab qopman. Ertalab tursam og'zim to'la kul. Voy ha. Mirzabek pauzasini bosasizmi yo? Voy mana kishini qarang, soqollari oppoq unga o'xshaydi. Voy uzoqdan sizni men bir qop undibman. Voy unisi ham zo'r bo'ladi. Voy o'zim hamma qilib tashlayman. Voy non qilib tandirga yopib tashlayman. Voy chekkalariga somsa qilib yopib tashlayman. Voy lag'man qilib cho'zib uzib yuboraman. Yo, naqa. Voy eringiz chiqar o'sa alam qilar ekan. Pauza qilaymiz. Voy uyimizgacha chig'atoy eshiklaridan qo'ydik. Ana tonga tarib degani kelib o'rnatib beradi. Mashitlarga ham ash qilibdi-yu. Ash kelib o'rnatib beradi. Voy erim ichib kelaveradi, jahlim chiqdi. Endi bir marta ichib kelsa dedim. Kirgizmayman dedim. Kirib bo'psiz mana chig'atoy eshiklaridan, chig'atoy eshiklari baqova. Tepsiz ham sinmas ekan. Ro'asega keyin ertasiga erim yana ichib keldi, jahlim chiqdi-da. Kirmaysiz desam, erimga gapini qarang. Voy kiraver, men eng go'zal qizga eng go'zal guldastani olib keldim dedi. Zakisga ham gul olib chiqmagan edi pullar. Keyin jahlim chiqmadi. Ochaman dedim, guldasta olib keladi, ochaman. Eshik ekan u. Ochdi. Voy. Shundoq ding, chig'atoy eshiklarini bunday ochsam, ana yana qurumcha qup-quruq turibdi-da. Kechirasizlar, o'tib ketay deb likkilab kirib kelyapti. Qaqa o'tasan dedim. Qani dedim, guldasta otsa menga qarab, qani dunyodagi eng go'zal qiz deydi. Ashnaqa. Mirzabek hayotini e'tiboran chekilib, pauzani bosib bering. Mana pauzani bosdim mana. Ozgina o'ynab olay. Bo'ldi, shuncha chochilganingiz yetmaydimi? Pauzani bosdingiz? Bosmadim hali. Hali bosma, yana o'ynay. Bo'ldi. Bu yoqqa o'tkazib Hali olaman. bosganim yo'q pauzani. O'ynayman. O chiqillarsin, siz bosmagan hech joy chiqamlayveraman. Bo'ldi, mana endi bosdim. Yaxshi turib olay. Yo bunaqada bosolmaysiz. Yur, asta ver. Ko'ziga ko'zim tushib tursa bosolmaydi-da. Qaramay turaman. Bosing. Mirzabek. Cho'zilib. Bosing. Anisini bosing. Siz Mirzajon oldinda bilan oldin sahnaga chiqqanda tez bosardi. Voy robot o'ynagan. Endi mana pauza. Bo'ldi, to'xtadi. Mirzabek, qancha turadi bu polniy programma bitsa ishlaydi? Zo'r, menga yoqdi Mirzabek. Yo, chiqib ketyapti dasturda. Bo'ldi, menga yoqdi. Men shuni qancha turadi? Olib ketaman, mana shu robotni. Saqlasangiz ancha turadi. Ancha turadi. Bo'ldi, men o'g'limga telefon qo'ying. Mana gajaklarim yarashibdimi? Ayo. Mirzabek O'g'lim, olib ketadigan joyi yo'q edi-yu. menga qara. Mashhurlarni Endi men senga Qibraylanib olib kelasiz. Qamroq bilan boraman. Jon Mirzabek 6 ta bolam bor, aylanib ketadi. Bekacha patat.
Men tushunmadim. Nima qilyapsizlar? Egilib olib, nima qilyapti? Dasturlarni Endi o'g'lim to'g'irlayapman. men hamroh bilan Sarayapti. Men o'shandan keyin ham endi o hamroh bolacha kepit. Boshqa ayol kishi bo'lmaydi o'ynagan- ketipat. Senga Zati bolalar u- Shapaka Ularga nima degan odam bo'laman? Shapaka. Faqat sizlar kulmaysizlar, biz ham kulib olamiz maza qilib. Aha. Bu juda kulgili holatlar bo'ladi-da dunyoda, hayotda. Mashina ichi to'la odam to'xtadigan belgi turgan ekan. Stop znak deymiz. Qizil g'ish. To'xtabdi kelib. To'xtagan ekan, to'rt tomonidan avtoinspektor yigitlar chiqib kelishibdi. Sho'pram oynadan kallasini chiqarib olib, to'xtadigan joyda to'xtadimi? Nima o'rab oldinglar? Biz qoyil qoldik sizga. Bir oydan beri shu belgi turibdi, hech kim to'xtamaydi. Birinchi siz to'xtadingiz. Biz 4 kishi bahs boylagan edik. Kim to'xtasa mukofot puli beramiz degan edik. 4 kishi 50 mingdan 200 ming yig'dik. Mana shu sizga ona sutiday halol osh bo'lsin. Ol ketaver. Ko'yni bo'shab ketibdi-da. Rahmat, men yoniga qo'shib pravo olaman. Rahmat debdi. Hali sizni pravoyingiz yo'qmi? Qani mashinadan tushingchi. Xo'p, shopir tushdi, yonida o'tirgan ayol ekan. Sanga nima bor? O'tir. Yugurib tushib olib turib, haynani, ukajonlar, ay baraka topinglar, formanglar yarashib turibdi. Aqlli, hushyor yigitlarga o'xshaysizlar. Nima qilasizlar? Ichib olgan bilan sport qilib debdi. Hali siz ichganmisiz? Orqa o'rindiqda o'tirgan bir xotin mashinadan tushib qochyapganmish. Voy, qoch, chop, quvla. Bittasi orqasidan chopib yetolmaydi qarasa. O'zini otib tashlanib, yotqizib, qo'llariga kishan solib, nimaga qochdingiz? Bizali xotinam, men o'sha shopirni qaynonasiman. Men bu o'lgurga aytdim, o'g'irlangan mashinada uzoqqa keta olmaymiz dedim. Bu mashina hali o'g'irlanganmi? Mashinalar oldiga kelishsa bagajdan tutun chiqayotganmish. 4 hafta inspektor to'pponchalarini olib, qani och, sekin och. Ochsa bir qari chol o'tirganmishlar. Tillatish. Ko'kragiga yozib olgan. Ni zabudu matradnuyu. Og'zi chetida belamor kanal. Qopda bir qop nosvoy olganlar. Ha, ukalar chegaradan o'tdikmi debdilar. Ilohim bizni vatanimizni chegarasidan faqat yaxshi niyatli odamlar o'tsin. Siz bilan biz ham qayerlarga borib musofirchiliklarda yurib, safarlarga borsak ham, lekin vatanimizga yetmaydi. Qaytib kelganda vatanning hididan shunday hidlab turib, deysiz. Shuning uchun ham mana vatanim bu degan ashula aytilgandi. Vatanning hidiga, vatanni yer zaminiga, bu kulcha nonlarning hidiga, odamlarimizni istarasini issiqligiga, salomga ali olishlariga hech qaysi bir yurt yetmaydi. Bizni xalqimizdagi xalq yo'q. Keling, o'g'illarga keling, chaqiramiz deydi. Yo'q. Sizlarnikilar shu yerda deydi. Ha, mayli. Musofirchilikda ko'pchilik yuradi-yu, lekin vatanni qo'msaydi. Onani qo'msaydi. Shuning uchun ham vatan deb alohida aytilmaydi, ona vatan deyiladi. Musofir yigitlar menga xat yozishibdi. Onamizni juda sog'inganmiz. Shu onamizga atab xat yozganmiz. Shuni onamizga jo'natib o'qitishga yuragimiz bardosh bermayapti. Siz bizni yozganlarimizni o'qib bering deb jo'natishgan edi. Mana endi
O'quvrim bu xatni yotam olib oldim. Musofir yigit yozibdi onasiga. Onamga xat yozsam yozolmayapman. Ko'z yoshim yozganlarim yuvib ketyapti. Musofir do'stlarim chidolmayapman. Onamni juda ham ko'rgim kelyapti. Pul ishqida dunyo kezyapmiz. Bir mushtipar bizni uyda kutyapti. Ba'zan yig'lab, ba'zan kulyapmiz. Onamni juda ham ko'rgim kelyapti. Ba'zan ishdan kech kelgan mahal, yo uyg'onsak erta tong sahar, kim bizni onadek kutib olyapti. Men onamni juda ham ko'rgim kelyapti. Men onamni juda sog'indim, sog'inchdan ko'z yoshim daryo bo'lyapti. O'zimcha yig'lab biroz ovundim. Onamni juda ham ko'rgim kelyapti. Onamla o'tgan har ongni sog'indim. Har kunni, har tongni sog'indim. Onam yopgan kulcha nonni sog'indim. Onamni juda ham ko'rgim kelyapti. Bag'rimga qattiq bosib sizni, ona sizni, sizga dardim aytgim kelyapti. Onajon, kechiring bizni. Sizni juda ham ko'rgim kelyapti. Yaxshilikdir odam naqshi degan siz-ku. Yaxshi bo'lsang hamma yaxshi degan siz-ku. Yaxshilikdir odam naqshi degan siz-ku. Yaxshi bo'lsang hamma yaxshi degan siz-ku. Ko'p yaxshini ko'rdim onam, lek o'zingiz yaxshilarning eng yaxshisi ekansiz-ku. Charchadim g'am jafolardan, ko'rdingizmi? Ona hech kim bosolmadi o'rningizni. Charchadim g'am jafolardan, ko'rdingizmi? Ona hech kim bosolmadi o'rningizni. Jigarlarim, og'alarim, har qadamda yirtishga shay yoqalarim. O'pkam to'lsa sezishmadi ko'cha kuyda, eslatganda sizni xola tog'alarim. Ko'rdingizmi? Samolardan ko'rdingizmi? Ona hech kim bosolmadi o'rningizni. Suyganlarim kuldi mendan yiroqlarda, o'zim suyib o'zim kuydim firoqlarda. Suyganlarim kuldi mendan yiroqlarda, o'zim suyib o'zim kuydim firoqlarda. Qanday mehr, qanday sehr bor edi-ya
qo'lingizni besab turgan qadoqlarda kuyganim bevafolardan ko'rdingizmi ona hech kim bosolmadi o'rningizni kuyganim bevafolardan ko'rdingizmi ona hech kim bosolmadi o'rningizni bor edingiz so'zingizdan chiqmadim men sizdan keyin o'z uyimga sig'madim men jigarlarim yig'latsa ham yig'lamadim yig'lasam ham ichimda yig'ladim men topolmadim dunyolardan ko'rdingizmi ona hech kim bosolmadi o'rningizni Tohirbek Mahkamov. Rahmat. Rahmat Tohirbek.